Assalomu alaykum. Bir mijoz keldilar. Qaysi etajlardan bu kvartirada so'radilar. Men aytdim, birinchi etajdan boshlab to 5-etajgacha hamma kvartiralar bor. Desam, yo'q, birinchi etaj kerak emas dedilar. Nimaga ekan? Hamma birinchi etajga qiziqadi. Pastroq bo'lgani yaxshi deyishadi. Desam, yo'q, kerak emas. Birinchi etaj zax bo'ladi dedilar. Birinchida zax bo'ladi ekan. Yo'q, undoq emas, zax bo'lmaydi deb tushuntirdim. Undan kelgancha tushunganday bo'ldilar, ketdilar. Yana bir kishi keldi, yana u ham shunday deydi. Birinchi etaj zax bo'ladi, birinchi etaj kerak emas, ikkinchi etaj, uchinchi etajdan ko'rsating deydi. Shuning uchun mana shu videoni olib, shu videoda to'liq tushuntirib bermoqchiman hozir nima bo'lishini. Katlavandan boshlasak, katlavanni kovlab, tekislab, boyagi betonni quygandan keyin ko'rishingiz mumkin, ustidan birinchi beton eritib qo'yamiz. Birinchi sloy zashita bo'ladi. Beton eritib qo'yamiz, shu birinchi sloy zashita, o'sha dam o'tkazmasligi, zax o'tkazmasligini. Uni ustidan keyin izol yopishtiramiz. Mana shunaqa qilib izol yopishtirib chiqiladi to'liq. Bu ikkinchi sloy bo'ladi. Ikkinchi sloy zashita. Uni ustidan quruvchilarning tili bilan aytganda padush qo'yamiz. Apolovkalarni o'rnatib, karkaslarni qo'yib padush qo'yamiz. Undan keyin fundament. Fundament qo'ygandan keyin fundamentni ham birinchi bo'lib bitum eritib surtib chiqamiz fundamentga. Bu 3-sloy. 3-sloy. Undan keyin bitumni ustidan Pinaplex degan material bor, shundan yopishtiramiz. Mana bu 4-sloy. Bu issiq sovuqni ham, namni ham o'tkazmaydi bu Pinaplex, shunaqa material. 4 qavat himoya. 4 qavat. Bundan qanaqasiga nam o'tishi mumkin? Umuman iloji yo'q uni o'tishini, iloji yo'q. Mana shu videoni birinchi etaj zax bo'ladi deb yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar.